Assalomu alaykum Talasasi kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz Sabitga yutishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Raqibimiz ham Arsenal jamoasini tanlabdi. O'zbekistonlik akamiz bilan o'ynaymiz ekan. Demak, kuchli o'yin bo'ladi. Men boshlab beryapman o'yinni. Demak, o'yin boshidan boshlab men himoyada o'tkazishga majbur bo'lyapman. Zarba noto'g'ri ketdi. Aniq paslar bilan hujumga chiqib ketishga harakat qilaman. Yaxshi pas, kirishga pas va darvozabonni amaldaymiz va gol. Raqib hujumiga tezda javob qaytardik. Endi himoyalanamiz. Yaxshi pas, kirish, o'tmadi. Gabriel Saliba, kirish, Saka ochiq, Eze, Sakaga pas, Sakadan kirishga pas. Yo'q, noto'g'ri bo'ldi. Markazni o'zida olib qo'yishimiz kerak. Yaxshi Odegar. Pas. Yo'q. Bu top darvozabonniki. Edegor Saliba. Yaxshi Zubimendi. Edegor o'tkazmayapti. White, Rice, kirish. Yo'q. Yaxshi himoyalanilyapti. Tilimni sepib chiqib ketdi, uzr. Xullas hujum faqat hujum qilamiz. Rice yana oldiryapti. Rice, Zubimendi, yo'q. Yana markazni ushladik. Kirish, pas. Tepadan yo'q. Saliba, bu sen toping. Va birinchi taym ham o'z yakuniga yetdi. Xo'sh. Ikkinchi taymni boshlayveramiz. Olib qo'y topni. Zarba berishga qo'yib berdik. Pas. Gabriel White, Edegor oldirib qo'ydi. Eze yaxshi o'ynayapti. Eze markazda. Saka, kirish. O'zing hal qil. Yo'q. O'xshamadi. Qaytadan hujumga o'tamiz. Darvozabon adashma bu joyda. Saka kirishga o'tmayapti-da. Eze Edegor kirishga. Kirish nimadir qil. Pas, Eze yo'q. Noto'g'ri zarba. Futbolchi almashtirish vaqti keldi menimcha. Martinellini Edegor o'rniga tashlaymiz. Hujum qilamiz, faqat hujum. Yaxshi darvozabon, aniq pas, kirishga aniq pas. Sakaga qaytaramiz. Saka. Yo'q. O'xshamadi. Ol Saliba. O'tkazib yubordik. Va yaxshi ham aniq zarba. O'tga ham chiqib ketyapti.
White Gabriel darvozabonga, Saliba Timber Saka, Havertz. Vaqt ham tugay deb qoldi. To'pni o'zimizda saqlaymiz va orqaga pas va yutdik. Sabitani yutdik. Menda hozircha shular. Fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingizni so'rayman. Ko'rishguncha.